Salom qarindoshlar, men Shaymirdan. Bir haqiqatni sizmi his qilayotgansizmi? Yo'qim davomlashgancha to'nglatquda sey ko'ktatlari to'liq, go'sht yog'lari tugimigan oilalarning turmushi bayashab, ko'ngli xotirjam o'tyotidi. Bag'an sir atvolishib ketayotgan laza sho'xlilar, xaltining tigida qolgan un guruchlar oxiri bizni qo'qatdi. Açarçılıq dediğin bu fuqumni biz hech qachon o'ylab baxmagandik. Aksicha, sey ko'ktat ochliqni bo'zaq qilib, ko'zimizga ilmay yashab keldik. 1 kilo pomidor qancha pul, bir tüp basaycho, kimning kari bo'lgandi? Hatto Mamutiga endi bildim. Ha desa derizdan bo'yindab qoroyimizga sey ko'ktat kelatamdi yo'q. Öndidar topimizda nas kerak zakaz bagili bulamdi yo'q. Bichorlar talmurgunimizda necha vaqtdan buyon isrof qilayotgan tomoqlarimiz istalinglarga degandek bizni zangli qilib masxirlik kuldi. Bovlarimiz kichikkina nonning parchasi yag tushib ketsa-mu terib elib pudab og'ziga solgan kishilar edi. Otanam burun nonni dassam ko'zim ko'mas bo'lib qoldi deydiganti. Men shuni ishonatdim. Bir qatam maldagi bir kapsiz bolalar so'qishib qilib Uyning oldiga achchig'imni chiqarish uchun bir parcha non tashlab qo'yib, yiroqdan marab turdim. U hech nima bilmay chiqiblam dassiganti, shu qadar hayajonlanib ketdim-yu, uyga qaytib keliblam uning qarg'u bo'lib qilishidan qo'rqib, bir kecha uxlay olmagandim. Hozir o'ylasam, ota-onalarimiz bizga kichigimizdan ochliqni qadrlasin deb shunday tarbiya qilgan ekan. Hozirgi holimizga qarasak, hammalar eng chiroyli kiyimlarimiz bilan to'y qatnashamiz. Ammo Jo'zga qatma-qat chiqarib o'tilgan tomoqlarni yemaymiz. Uni azdab to'y filmiga cho'kida qo'rimlarni qisib yotgan ko'rinish chiqib qolganlarni oshqandek yeyishini mana deb masxara qilamiz. To'ydagi bir jo'z bir ming qo'yliq tomoqlar sho'p beti eshib qoldi. Kavaplar ziqidan majirmaydi. To'xu, polo, narillarni yigil eg'izmi yo'q. Oxirgi hisobda hamma tomoq yo'g'on dasqa to'kilib mal baqadiganlarning mashinalarida to'shilib, cho'shqalarga bayram bo'ldi. Mehmonlarga sağan dasturxonimizni aşı jonivorlar yeb samiriydi. Yanchiqimizdagi ming tas topgan pulni biz ashunda xashlaymiz. Ashunda isrof qilamiz. Qo'rsqimiz og'ribmi qo'ymaydi. Aksicha el yurtning oldida dasturxonni yaxshi chiqadim deb g'adib yuraveramiz. Nazirlarimizmi shu? Vafot qilg'ich uchun esilgan qazonlarimizga aralashib olganlar ko'p. Qanchalik narsa tayyorladinglar, qancha qo'y suysizlar, qancha kilo guruch solsizlar, bir xillam tomoq bilan uzatmaydigansizlar deb ish yugitadiganlar qadamda bir. Arsidan biror fuqumushlarga chiqib, loyiqda qilayli, isrof bo'lmasin desa, ishib qolg'ini qilib emasmi deb urib ulgurdi. Erlar yig'ilishgan aroqlarning ba'zidan maqtindi, lekin Jo'zdagi tomoqlarni ko'zga ilmay, faqat aroq qo'shimcha qilingan zakoska deb ham tushunadi. Xo'sha deb so'qash turgan romkadagi aroqlar to'kilib, taqsilarga eqib, tomoqlar yigilib bo'lmas bir narsaga aylandi. Qatachaydagi ayollar chilimlarini xo'rozitib chekishadi, ammo tomoqlarga aldirab qo'l uzatmaydi. Amdicho, shuncha vaqtdan buyon biz bichora holga tushirib qo'ygan yemekliklar bizning tomosharimizni ko'rmoqda. Halimizni ko'ring. Bir nonga zar, bir bosh piyozga intizor o'tyapmiz. Buyurtib qo'ygan saylarimiz qoroning oldidalam, ammo qo'limizga tegish shunchalik tas. Jafokash fidoyilar yetkazib bergan 30 necha yillik sayxaltlardan biz faqatlam ko'p baxmagan saylar chiqib qolsa-mu, rozi bo'lib, qo'rib yeb tugitib. Yangi tug'ilgan buvoqlarimizga sutlarni yetishtirolmayotimiz. Uşaq bolalar qaqqa deb yig'lab beshimizni og'irtadi. Birat tilim tavuz yemiginimizga-mu kulla bo'lib qoldi deymi. Shu tap biz to'kivetgan tomoqlar, obro'y talishib qilgan isrofchiliklar o'ng va so'l yuzimizga chang ovoz chiqarib tastak bilan urvatdi. Qadrim o'tildimi deb kanimizdan siqyotdi. Bu yo'qim hamon tugaydi. Baxtli turmushimizmi oz kunda qaytib keldi. Lekin hamma ish iziga tushgandimi, hozirgidek oshxonamizni, yemekliklarimizni so'yayli. Chunki
Her narsaning hisobi bu hayotda. Ne bir dal gürüş, ne bir chimdim unning